Uchburchak bistrisasi, umuman bistrisa degan so'z ishlatildimi, u burchakda teng ikkiga bo'luvchi qanaydir to'rtisi haqida gap ketayotganini bildiradi. Misol uchun ikkita nurni orasidan qanaqadir bitta bistrisa chiqib ketdi. Bu o'sha ikkita nurni orasidagi kattalik bo'lgan burchakda teng ikkiga bo'ladi. Teng ikkiga. Agar 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak har bir burchagingiz 30 gradusdan bo'ladi. Tushunarli? Har bir burchagi 30 gradusdan bo'ladi. Umuman qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, to'rtburchak bo'ladimi, uchburchakka bo'ladimi, bistrisa chizig'i mavjud. Uchburchakda bistrisa ixtiyoriy uchdan chiqadi va o'sha chiqqan uchidagi burchagini teng ikkiga bo'ladi. Qanaqa burchak bo'lishidan qat'iy nazar, o'tmas burchak, uchburchak bo'ladimi, o'tkir bo'ladimi, to'g'ri bo'ladimi, qizig'i yo'q. Misol uchun hozir biz o'tkir burchak, uchburchak chizyapman. O'tkir bo'lish shartini ham bitta eslatib o'taman. O'tkir bo'lish uchun har bitta burchagi o'tkir bo'lishi kerak. Ya'ni o'tkir burchakli uchburchak bo'lish uchun 3 ta burchagi ham o'tkir bo'lishi kerak. Agar bitta burchak o'tmas bo'lsa, bo'ldi, u o'tmas burchak uchburchak. Bitta burchagi 90 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, u to'g'ri burchak uchburchak. Tushunarli? Ya'ni bitta holat uchun olib qaraydigan bo'lsak, bitta burchagini o'zi to'g'ri burchak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchak uchburchak ekan. Bitta burchagi o'tmas burchakli bo'ladigan bo'lsa, u o'tmas burchakli uchburchak bo'lar ekan. Lekin uchalasi ham o'tkir bo'ladigan bo'lsa, unda o'tkir burchakli uchburchakka kirar ekan. Xo'p, qanaqa uchburchakda uchidan chiqishidan qat'iy nazar, burchak bistrisasi o'sha uchidagi burchagini teng ikkiga bo'ladi. Qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar. Birinchi holati, o'tkir holati, misol uchun 60 gradus, demak, qurdik, 30 gradus, 30 graduslik burchaklar bo'lib tashlaydi. Aynan mana shu chiziq bistrisa chizig'i bo'ladi. Yoki to'g'ri burchagidan chiqdi. To'g'ri burchak 90 gradus bo'ladi. Chiqqandan keyin har bitta burchagi 45 gradusdan bo'ladi. Faqat ikkiga bo'lishni bilsangiz bo'ldi. Teng ikkiga bo'lishni bilsangiz bo'ldi. O'tmas burchakli uchburchakda o'tmas burchagidan chiqyapti. O'tmas burchak 90 gradusdan kattaroq burchak bo'ladi. Masalan, deylik 130 gradus bo'lishi mumkin mana shu burchak. Necha gradusdan qoladi? 65 bo'ladi. Endi masala shartiga bog'liq, xohlagan burchagini qo'yish mumkin. Aytib bo'lmaydi. Ikkiga bittaga bo'linmaydigan burchaklarni ham qo'yib qo'yish mumkin. 97 gradus deyish mumkin, to'g'rimi? Yoki qandaydir mana bu joyi 67 gradus bo'lib qolishi mumkin. Bistrisa chiqqandan keyin o'zini vazifasini bajaraveradi baribir. Demak, 67 taqsim 2 bo'ladi, 67 taqsim 2 bo'ladi. Bu bo'linmayapti. Bu masalaga qandaydir kamchilik bor ekan degan xulosaga kelmang. O'zini vazifasini bajarar ekan. Tushunarli? Burchakda teng ikkiga bo'lar ekan. Endi uni xossasi haqida gapiradigan bo'lsak, bittagina xossasi bor, muhim xossasi. Hop. Misol uchun bistrisa chiqdi. Bistrisani aytgancha oddiygina belgilanishi. Aynan mana shu belgilanishni ko'rsangiz, bu bistrisa chizig'i degan ma'no bildiradi. Tushunarli? Yoki bo'lishi mumkin. Ikkitadan qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki uchtadan qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin baribir ham o'sha bistrisa ekanligini bildiradi. Agar bittasida ikkita bo'ladigan bo'lsa, bu chiziq bistrisa bo'lolmaydi. To'g'rimi? Teng bo'linmagan holati bo'ladi. Xo'p, xossaga keladigan bo'lsak, bu A tomon, bu B tomon, o'zi ajratgan qismlar qanaqadir M, N bo'ladigan bo'lsa, o'zi ajratgan qismlar bilan mos o'lchovli nisbatda bo'lishi kerak. Bistrisa xossasiga ko'ra. Ya'ni M ni B ga nisbati teng bo'lishi kerak, N ni A ga nisbati. Yoki teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni B ni M ga, A ni N ga. Yoki bunaqasiga bo'lsangiz ham bo'laveradi. A ni B ga, N ni M ga. Mana shu holatda bo'lsangiz ham bo'laveradi. Yoki bunaqasiga B taqsim A, M taqsim N. Qizig'i yo'q. Tushunarli? Faqat xossani to'g'ri olib borsangiz bo'ldi. Ya'ni harakatni to'g'ri olib borsangiz bo'ldi. Mana bo'linmasi chapdan o'ngga qarab bo'lyapsiz mana. B taqsim M, A taqsim N bo'lishi kerak. Yoki
o'ngdan chapga qarab bo'lmoqchimisiz? Buni m taqsim b, n taqsim a. Yoki bunaqasiga. Tushunarlimi? Bir xil tushishi kerak. Ikkalasini ikki xil tushiradigan bo'lsangiz, xato chiqadi. Xo'p, masala orqali mustahkamlaymiz bularni. Kichkinaroq qilib xossani qo'yib qo'yamizda. A, B, M, N chiziqlar. Mana bu M, bu N. Xo'p, M taqsim A teng bo'lar ekan N taqsim B ga. Asosiy xossasi. Birinchi masala. Hozircha sizga aytyapti. Hozircha ma'lumot bergan. Qanday ma'lumot beryapti? BD masalaga qarang. BD distrisa deyilgan. Alohida bitta ma'lumot bergan. Keyinchalik bu ma'lumot o'chadi. Balki qaysidir testga o'chib qolishi ham mumkin. Bu narsaga xavotirga o'raydi. Faqatgina mana shu belgisiga e'tibor bersangiz bo'ladi. Tushunarli? Mana shu belgisi bo'lsa, bo'ldi. Bu chiziq distrisa chizig'i ekan. Xo'p, bizda AD taqsim nima so'ralyapti? DS so'ralyapti. AD ni bironta harf bilan belgilaymiz. Misol uchun A mi yoki X mi mayli. X va DS Y bo'ladi. X ni Y ga nisbat so'ralyapti. X taqsim Y so'ralyapti. Chapni o'ngga bo'lyapti. Xuddi shuni borasiz. 4 ni 7 ga bo'lasiz. Bo'ldi. Javob chiqdi. Tushunarli? Ortiqcha hech qanday bir harakat bo'lmaydi. Ikkinchi misolga DS taqsim AC. Ana endi birozgina qo'shimchasi bu. 4, 7 distrisa bor ekan. DS. DS ni AC ga nisbat. Hop, belgilash kiritib olaylik. DS bizlar uchun X bo'lsin yoki bu X bo'lsin, bu nimada? Y bo'lsin. DS nimada bizda? DS Y, AC-chi? AC masofamiz. X plus Y. Shuni topishimiz kerak ekan. Buni topish uchun birinchi navbatda nisbat qila olib, bittasini bog'lanish orqali topib olishimiz kerak. X Y ga nisbat nimaga tengdi? X Y ga nisbat 4 taqsim 7 ga teng, to'g'rimi? Bittasini topa olamiz. Misol uchun men X topaman. X topadigan bo'lsam, men mahrajga turgan Y nariga tomonga ko'paytma o'tadi. Demak, 4 Y taqsim bo'lib qoladi, 7 bo'lib qoladi. Demak, biz X o'rniga mana shu 4 Y taqsim 7 ni qo'ysak bo'lar ekan. Mana bu X o'rniga. Y taqsim X o'rniga shuni qo'yib ketamiz. 4 Y taqsim 7 qo'shilgan Y. Endi ishlaymiz. Bu asosiy kasra chizig'i. Y taqsim umumiy mahraji 7 boradi. 7 ta Y, 4 Y, to'g'rimi? Bu 7 tepkaga ko'payadi. 7 Y taqsim qo'shaversa necha bo'ladi? 11 Y bo'ladi. Y lar qisqarib ketgandan keyin javobi x taqsim 11 ga teng bo'lib qoladi. Tushunarli? Xo'p, uchinchi masala. To'g'ridan-to'g'ri x toping deyilyapti. Bitta proporsiya bilan topsangiz bo'ladi. Qarab boring, kitobga bitta qarab oling. Og'iz aka tushuntirib ketamiz. Uchinchi masalaga 6 taqsim x teng bo'ladi nimagadir? 9 taqsim 12. O'rnidan almashtirib qo'ymang. 6 taqsim x holatiga ketyapsizmi? Chapdan o'ngga 9 taqsim 12 bo'lishi kerak. Keyin bitta proporsiya bilan nimani topa olasiz? X ni topa olasiz. 4-chi masalaga ham 3 taqsim x nimaga tengdi? 6 taqsim 9 ga teng. Bu yoqdan bitta nimada proporsiya orqali topib olsangiz bo'ladi. 5-chi masala. Proporsiyani bilamiz, ha? 5-chi masala. Hozircha bistrisa deb ma'lumot berib ketyapti sizga. Lekin bu ham uncha qiyin emas. Bunda ham nima qilishimiz mumkin? Bemalol o'sha xossani ishlatsak bo'ladi. Xo'p, x ni bo'lamiz x plus 0.5 ga, mana
bo'lyapman. 3 taqsim necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Tushunarlimi? Chapni o'ngga bo'lyapmiz. Endi bu yoq proporsiya bo'ladi. Ko'paytirsangiz 4x, 3 ni har biriga ko'paytirasiz. 3 ni ko'paytirsangiz 3x qo'shilgan 1.5 mi? Shunaqa. Ayirib tashlasangiz x javobi chiqib ketadi. Xo'p, 6-masala. Ikki xil noma'lum bor ekan. K ham bor, x ham bor. Nisbatda to'g'ri olib borsangiz, mana shu kala ham yo'qolib ketadi. Bilasizmi qanday olib boramiz? Agar siz x taqsim k desangiz, 12 taqsim 2k desangiz, o'sha kala aralashib qolishi mumkin-da. Biza teskari holatda bo'lamiz. Mana bu holatda. Bo'lgan vaqtda biz kala qisqarib ketishi kerak. Yoki bu holatda bo'lsangiz ham bo'ladi. Bu holatda. O'ngdan chapga qarab bo'lamiz. O'ngdan chapga. 12 taqsim necha bo'ladi? X. O'ngdan chapga bo'lsak. O'ngdan chapga 2k taqsim nima bo'lar ekan? K bo'lar ekan. Bu kala qisqarib ketadi. 12 taqsim x ni teng bo'lar ekan 2 ni o'ziga o'rnini almashtirib qo'yasiz. X qiymati 12 taqsim o'rnini almashtirgan biza 2. X qiymati keyin 6 chiqib qolar ekan. Tushunarlimi? 7-masala. Bistrisa bor, AD'ni qiymatini toping deyilgan ekan. Savollar bo'lsa so'rang. 7-masala. A'sini qiymati 14 ga teng ekan. Adashtirib qo'ymang, A'sini qiymati 14 ga teng. Butun boshi mana shu masofa 14 ga teng ekan. Sizdan so'rayotgan narsa A'ni so'rayapti. A'ni. Mana bu joyi so'ralyapti. Endi yengilroq, tushunarliroq biz bu narsani bilishimiz kerak. Buni x deb olamiz, buni nima deb y deb olamiz, to'g'rimi? A d bizlar uchun x bo'ldi, d esa bizlar uchun y bo'ldi. Ikkalasining yig'indisi nimaga tengdi? 14 ga teng. Bitta bog'lanish qilib olishimiz kerak. Bu uchun bittasini topib olishimiz kerak. Hozir x ni topishimiz kerak-ku. Demak, y topib qo'ysak, 14 minus nima bo'lar ekan? X bo'lar ekan. Mana bu y ni o'rniga bemalol 14 minus x yozsak bo'ladi. Keyin boyagi masalaga o'xshab qoladi. A d masofamiz x ga teng bo'ldi, d s masofamiz 14 minus x ga teng bo'ldi. Endi bu yo'g'i proporsiya x taqsim nima edi? 14 minus x teng 12 taqsim 16. Xo'p, 8-masala. Perimetr 39 ga teng ekan. Perimetr degani 3 ta tomonni yig'indisi, qarang. 39. Sizga ikkita tomonni berib qo'ygan. Bitta tomoni 10, bitta tomoni 16. Demak, ikkalasining yig'indisi hozircha necha bo'lyapti? 26 bo'lyapti. Demak, 39 bo'lish uchun mana bu joy nechaga teng bo'lishi kerak? 13 ga teng bo'lishi kerak. Aynan mana shu pastki asosi 13 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 13 bo'lsa, bu x berilgan, mana bu qismi 13 berilgan x bo'ldi. To'g'rimi? Endi chapni o'ngga bo'lamiz. 13 berilgan x taqsim x teng bo'ladi. Chapni o'ngga bo'lsa 10 taqsim ichida 16. Bu yo'g'a bitta proporsiya orqali nima qilishimiz mumkin? Topib olishimiz mumkin.